Instagramda hozir shunaqa trend chiqqan, ya'ni ayollar to'yiga 3-4 yil bo'lib ketgan bo'lsa ham turmush o'rtoqlarini xuddi yangi kelinlik davridagidek kutib olish. Qani men ham hozir sinab ko'raman, turmush o'rtog'im keladilar. Bunaqa holatda bilmadim. Ko'ramiz. Keshalemga taqdir bitgan, yuragimni abgar etgan, otabegim deya kutgan, siz o'shamu Qanday bo'lar ekan ikki qat holatdagi kelin salomni ko'rish? Zo'r. yuragimni abgar etgan, otabegim deya kutgan, siz Tinchlikmi? Nimaga kayfiyatingiz yo'q yoki bunaqa kutgan sizga yoqmadimi? Yo'q, gapsan emas. Shunchaki boy bolalar bilan choyxonada o'tirib, yaqin ota bo'lishligim haqida gaplashib qoldik. O'zimdagi his-hayajonlar haqida to'lib toshib gapiryapman ekan. Bu yoqda Sanjar o'rtog'im 3 yildan beri farzand kutayotganligi esimdan chiqib ketibdi. Bu ham o'ksinib, g'alati bo'lib qoldi. O'zim ham g'alati. Nimaga shu narsa aqlimga kelmadi ya? To'g'risini aytsam, o'tgan safar shu mavzuda gapirganingizni ham aytmoqchi edim. Nimani aytmoqchi eding? Hozir bir minut. Eslaysizmi? Qarindoshim Nargizaga ham, o'rtog'im Sevaraga ham Plan Baby mana shu vitaminlarni tavsiya qilganimda, natijani hozir o'zingiz ko'rib turibsiz-da. Sevarani 1 yoshli, Nargizani 3 yoshli farzandlari bor. Mammalin ayollarni homiladorlikka tayyorlab, follikulalarini yetiltirib beradi. Gormonlarini to'g'rilab, ayollik sikallarini to'g'rilab beradi. Spiralin esa erkaklardagi muammolarni tartibga soladi. Avvalambor hammasi Allohdan, lekin juda ham ko'p oilalarning farzandli bo'lishiga aynan mana shu vitaminlar sababchi bo'lyapti. Balki o'rtog'ingizga ham tavsiya qilib ko'rarsiz. To'g'ri aytasan. Bo'ldi, ertaga bir gaplashib ko'raman. Kayfiyatingiz ko'tarilgan bo'lsa, hammasi yaxshi. Endi kechagi serialimizni davom ettiramiz.